yoshlar, ikkita asal, qas. Menga qaralaring, ovqatlanamizmi yo'qmi? Davay. Men ham salla bilan ovqatlangani borgan bo'lardim. Prosta pulim yo'q bolla. Ha, bo'pti, men to'layman. Guli, men seni ishdan olsam bo'ladimi bugun? Jonim, bilasanki yuragim faqat seni deydi. Sevaman nomani, jonim nima ishonmaysan menga? Agar meni ham telefonimda shotida pul bo'lganda, men ham qizim bilan gaplashgan bo'lardim sallaga o'xshab. Puli bor qizlar bilan gaplashsang bo'lmaydimi? Bo'pti, o'zim shu tingdashib boraman. Ey, ketdimi dachaga, jonga tegdi, dacha men ko'taraman. Salla nimani ko'tarasanlar? Suvni men ko'taraman. Tushunmadim. Senda pul bormi? Sanga ishonib basendan suv ichmasa bo'ldi. Mana kartadan suvliga ichib oling aka. Kartada pul yo'q-ku bolla. Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Telegramda mashenikli silka tashiyotdi, jiyanimga ovoz bering deb. Bosmamini yo'shanga? Voy, bosganman shunaqasiga. Uxladi unda pulingga. Voy, qaq xulab ketadi. Click super app och, identifikatsiyada o'tganmisan? Ha, o'tganman. Mini apps bo'limiga o't. Keyin nima qiling? U yoqdan firibgarlik haqida xabar berishchi bos. Nima bo'lganlarini hammasini tushuntirib, rasmdan tashab ariza ber. Bo'lgan ishdan keyin 5 kun ichida ariza topshirishing kerak. Agar rostdan firibgarlar sana pulingni uxlat ketishgan bo'lsa, qaytarish imkoni bor. Ha, bo'ldi. Pul qaytgandan keyin dachaga chiqamizmi yo basseyndan suv ichamizmi? Quyosh kular,